Hammaga assalomu alaykum. Bir necha kun oldin grappling bo'yicha turnir bo'lgan. Unda hammamiz tanigan bilgan mashhur qirg'izistonlik sportchi Marsel Nurlanbek ulu mag'lubiyatga uchradi. TikTokka kirsam faqat shu videolar, hamma o'sha qozog'istonlik muxlislar uni ustidan kulgan, har xil memlarga sabab bo'lgan. Meni kuzatadiganlar biladi, Marsel bilan umuman yaxshi kelishmaymiz. Umuman salomaligimiz ham yo'q. Prinsipialni bir-birimizga raqibmiz. Lekin meni lichna fikrim, u O'rta Osiyoning Habibi. Uni qilgan rekordlari, uni qilgan janglari, kulachka desa kulachkadan ham, boks desa boks, grappling desa grappling, kurash desa kurash, har qanday sport turidan, MMA desa MMA. Hamma joyda Marsel. Bilmadim, kimnidir yomon ko'rishga haqqimiz bor, lekin yomon ko'rsatishga emas. Kimnidir haqida kulib fikr bildirishimizdan oldin men o'zim kimman degan savolni o'zimizga berganimiz ma'qul. Bu meni lichna fikrim. Salomat bo'linglar.